Bizning DNKmiz xuddi hujayralarimiz yadrosida joylashgan minglab kitoblardan iborat kutubxonaga o'xshaydi. Bu kitoblarning ba'zilari genlar deb ataladi va ular oqsillar sintezi uchun retseptlarni saqlash sababli o'ta muhimdir. Molekulyar darajada DNK ikki zanjirdan iborat. Shuning uchun har bir gen shunchaki DNK nukleotidlari ketma-ketligining bir qismidir. DNK tarkibi shakar, fosfat, 4 ta azotli asosdan adenin, sitozin, guanin va timindan tashkil topgan. Bu zanjirdagi asoslar qarama-qarshi zanjirdagi nukleotidlar bilan vodorod bog'lari orqali juftliklar hosil qiladi. Bu ikki zanjirli DNKni yaratish uchun xizmat qiladi. Xususan, adenin har doim timin bilan, sitozin esa guanin bilan bog'lanadi. Shuning uchun ular komplementar asoslar deb ataladi. DNKning vazifasi ma'lumotni saqlash va uni sho'ba hujayralarga uzatish, shuningdek bu ma'lumotdan oqsillar yaratishda foydalanishdir. Buning uchun ikkita muhim jarayon mavjud: DNK replikatsiyasi va genlar ekspressiyasi. DNK replikatsiyasi hujayra sikli davomida, aniqrog'i interfazaning S fazasida sodir bo'ladi. Hujayra sikli ikki qismdan: hujayra bo'linishga tayyorlanadigan interfaza va hujayraning ikkita sho'ba hujayraga haqiqiy bo'linishi mitozdan iborat. Interfaza 3 ta kichik fazaga ega, ya'ni GS, 2 S va GS. S faza davomida hujayra o'z DNKsini replikatsiya qiladi, ya'ni nusxalaydi, toki ikkala sho'ba hujayra ham mitozdan keyin aynan bir xil DNKga ega bo'lgancha. DNK replikatsiyasi paytida ikki zanjir DNK glikaza deb ataluvchi ferment yordamida ajratiladi. So'ngra boshqa bir ferment, ya'ni DNK polimeraza har bir alohida zanjirdan matritsa, ya'ni andoza sifatida foydalanadi va unga qarama-qarshi tomondan komplementar nukleotidlarni qo'shib chiqadi. Genlar ekspressiyasi va shikastlanishlar. Boshqa tomondan ekspressiya bu hujayra oqsillar ishlab chiqarish uchun DNKda saqlanadigan ma'lumotni dekodlash jarayonidir. U transkripsiya va translyatsiyaga bo'linadi. Transkripsiya bu RNK polimeraza genining nukleotid ketma-ketligidan nusxa ko'chirib, axborot RNK molekulasini yaratish jarayonidir. Qisqacha aytganda, u deyarli bir xil ketma-ketlikka ega, faqat bitta farq bilan: u timin o'rniga uratsil saqlaydi. Translyatsiya paytida esa ribosomalar deb ataluvchi hujayra organelalari molekulani 3 ta nukleotiddan iborat so'zlar, ya'ni kodonlar shaklida o'qiydi. Har bir 3 nukleotidli kodon bitta aminokislotani kodlaydi. Ular yakunda oqsilning bir qismiga aylanadi. Shunday qilib, hujayra ishlashda davom etishi uchun DNK iplari shikastlanmagan holda qolishi kerak yoki hech bo'lmaganda irsiy ma'lumotni o'zgarmas holatda uzatish uchun asosiy qismi butun bo'lishi lozim. Afsuski, hujayra har doim ham ichki, ya'ni endogen, ham tashqi eksogen yoki atrof muhit omillari ta'siriga uchraydi. Bular DNKni shikastlashi mumkin. Yaxshiyamki, agar DNK shikastlansa, hujayra siklining maxsus bosqichiga kirishi mumkin. Bu fazada DNKni qayta tiklash, ya'ni reparatsiya mexanizmi shikastlanishlarni tuzatishga harakat qiladi. Agar DNK shikastlanishlari to'planib borsa, hujayra 3 yo'ldan birini tanlashi mumkin. Hujayra, ya'ni qarish bosqichiga o'tishi mumkin. Bunda u bo'linishdan to'xtaydi. Hujayra apoptozga uchrashi mumkin. Bu hujayraning dasturlashtirilgan o'limidir. Hujayra nazoratsiz bo'linib boshlab o'smaga aylanishi mumkin. Bu yo'llarning har biri ideal emas. Shuning uchun hujayralar uchun qaytariladigan shikastlanishlarni tuzatish va juda ko'p mutatsiyalar paydo bo'lishining oldini olish muhimdir. Shikastlanishlar bir zanjirli va ikki zanjirli bo'lishi mumkin. Hujayrada har ikkala holat uchun mexanizmlar mavjud. Bir zanjirli shikastlanishlar DNK replikatsiyasidagi xatolar yoki zararli kimyoviy va fizik ta'sirlar tufayli sodir bo'ladi. Ular 3 ta mexanizm orqali tuzatiladi. Mismatch noto'g'ri juftlanish reparatsiyasi, asoslar ekzision reparatsiyasi va nukleotidlar ekzision reparatsiyasi. DNK replikatsiyasi paytida polimeraza ba'zan noto'g'ri nukleotidni qo'yib ketishi mumkin. Masalan, adeninni timin o'rniga sitozin bilan bog'lab qo'yadi. Bu mismatch, ya'ni nomuvofiqlik deyiladi va har bir replikatsiyasida taxminan 60 ming marta sodir bo'ladi. Ya'ni har 100 ming nukleotiddan bittasida xato bo'ladi. Nomuvofiqlikni tuzatishning birinchi usuli
u sodir bo'lishi bilanoq tuzatishdir. Chunki DNK polimeraza juda aqlli ferment. U xuddi yelkasi oshi ortiga qarab, xatolar bor yo'qligini va nukleotidni to'g'ri qo'yganini tekshira oladi. Bu nishon topshirishdan oldin undagi imlo xatolarini tekshirishga o'xshaydi. Agar DNK polimeraza xatoni aniqlasa, u ortga qaytadi va egzonukleaza kabi harakat qilib, yangi sintezlangan zanjirdan noto'g'ri nukleotidni olib tashlaydi, uni to'g'risiga almashtiradi. Bu jarayon proofreading deb ataladi. Bunda xatolar chastotasi har bir replikatsiyada 600 martagacha, ya'ni 10 million nukleotidda bittagacha kamayadi. Qolgan xatolarni esa maxsus mismatch oqsillar tuzatadi. Ular yangi zanjirdagi xatoni topgach, endonukleaza deb ataluvchi fermentni chaqiradi. U qaychi kabi ishlaydi va DNK zanjirdagi nukleotid bog'larni uzadi. So'ngra egzonukleaza shikastlangan segmentni olib tashlaydi va DNK zanjirda bo'shliq qoldiradi. Keyin DNK polimeraza kelib, bu bo'shliqni yangitdan to'ldiradi. Inshon misolida bu o'quvchi xato borligini aytganidan keyin butun bir abzasni qayta yozishga o'xshaydi. Yakunda DNK ligaza fermenti bog'larni mahkamlaydi. Bu jarayondan keyin har bir hujayra bo'linishida atigi 6 ta xato, ya'ni 1 milliard nukleotidda bitta xato qoladi. Ikkinchisi, asoslar ekstenzon replikatsiyasi. Base excision repair. Bu jarayon hujayra DNKsi zararli kimyoviy moddalar, masalan, konservalangan mahsulotlardagi nitritlar va nitrozaminlar ta'sirida uchraganda sodir bo'ladi. Ular azotli asoslardagi amin guruhini olib tashlashi, ya'ni deaminatsiya bo'lishi mumkin. Bu esa asosiy molekulyar tuzilishini o'zgartiradi. Sitazin uratsilga aylanadi. Guanin va adenin gipoksantinga aylanadi. 5-metil sitazin esa taminga aylanadi. Bu xuddi kichkina bola kompyuteringizni olib, inshoingizdagi harflarni o'zgartirib tashlashiga o'xshaydi. Bir mexanizmi glikozilazalar deb ataluvchi fermentlarga tayanadi. Ular shikastlangan asosni olib tashlaydi va nukleotidda kichik bo'shliq, ya'ni apisayt qoldiradi. So'ngra AP endonukleaza shakar va fosfat orasidagi bog'larni uzadi. Egzonukleaza esa ularni olib tashlaydi. Nihoyat DNK polimeraza bo'shliqni to'ldirib, DNK ligaza esa zanjirni yopadi. Uchinchisi, nukleotidlar excision replikatsiyasi, ya'ni nucleotide excision repair. Ushbu replikatsiya tashqi omillar, masalan, zararli ultrabinafsha nurlarni keltirib chiqargan shikastlanishlarni tuzatadi. Ultrabinafsha nurlari ko'pincha bir zanjirdagi ikkita qo'shni timin orasiga bog' hosil qiladi. Bu timin daimeri deyiladi. Bu DNK ipini shu sohada qiyshaytirib qo'yadi. Ushbu mexanizmdagi nukleazalar DNK zanjirini 2 yoshdan shikastlangan joyning 3 va 5 tomonlarini kesadi. Natijada 12 dan 24 tagacha nukleotid uzunlikdagi segment bo'shab qoladi. Egzonukleazalar esa bu qismni olib tashlaydi. Polimeraza yangi nukleotidlarni qo'yadi va ligaza bog'larni qayta tiklaydi. 2 zanjirli shikastlanishlar. Rentgen yoki gamma nurlari kabi yonlashtiruvchi nurlanishlar DNKning har ikkala zanjirdagi fosfat asosini parchalab tashlashi mumkin. Bu 2 zanjirli uzilishlar bo'lib, DNK shikastlanishining eng xavfli turidir. Odatda bunday uzilishlarda har bir uchi notekis bo'lib qoladi. Buni qalamning sinishiga o'xshatish mumkin. Asosiy qismi butun, lekin singan joyi g'adir-budur. Buni tuzatishning 2 ta yo'li mavjud. Birinchisi, megamologik uchlarni birlashtirish. Bu eng ko'p tarqalgan usul. DNK protein kinaza deb ataluvchi oqsil majmuasi uzilgan har bir uch bilan bog'lanadi. So'ngra u Artemida, ya'ni grek mabudasi nomi bilan atalgan oqsilni chaqiradi. Bu oqsil bir zanjirli uchlarni qirqib tekislaydi. Bu singan qalam uchlarni bir-biriga osonroq yopishtirish uchun ularni zimpara bilan silliqlashga o'xshaydi. Yakunda ligaza 2 uchini yopishtiradi. Artemida muhim nukleotidlarni qirqib tashlagani sababli bu usul xatoga moyil bo'lib, irsiy ma'lumotning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi usul gomologik rekombinatsiya. Bu mexanizm gomologik xromosomalarga tayanadi. Bizning 46 ta xromosomamiz 23 gomologik xromosomadan iborat bo'lib, ular bir xil belgilarni kodlaydi.
va o'xshash nukleotid ketma-ketligiga ega. Ikki zanjirli uzilishni opa-singil xromatidasi yordamida tuzatish mumkin. Avval mRNA oqsili majmuasi uzilgan uchlarga bog'lanadi va nukleotidlarni olib tashlaydi. Uzilgan uchlarni bir uch va ikkinchi uch deb ataylik. Birinchi uch opa-singil xromatididagi aynan bir xil gamoid ketma-ketlik yoniga joylashadi va u bilan bog'lanib halqa hosil qiladi. DNK polimeraza bir uchni uzaytirish uchun yangi nukleotidlarni sintez qiladi. Kerakli uzunlikka yetgach, bir uch gamoid DNKdan ajraladi va uning yangi uchlari ikkinchi uch bilan bog'lanadi. Polimeraza va ligaza qolgan bo'shliqlarni to'ldiradi. Gamologik rekombinatsiya tayyor andozadan foydalangani uchun birinchiga qaraganda ancha ishonchli va ma'lumot yo'qolmaydi. Xulosa qilib aytganda, DNK replikatsiyasi mexanizmlarini hujayrada shikastlanishlar to'planishining oldini oladi va bizni qarish, apoptoz yoki o'simta hosil bo'lishidan asraydi. Bir zanjirli uzilishlar mismatch asoslar va nukleotidlar ekzion replikatsiya orqali tuzatilsa, ikki zanjirli uzilishlar gamologik va gamologik birlashtirish orqali bartaraf etiladi.